Hurmatli tinglovchilar, bugungi mavzuyimiz kompyuter tizimlariga kirish. Zamonaviy raqamli dunyoning asoslari va kelajak istiqbollari. Hurmatli tinglovchilar, bugungi mavzuyimiz kompyuter tizimlariga kirish. Zamonaviy raqamli dunyo apparat va dasturiy ta'minotning uyg'un majmuasiga asoslangan. Bu tizimlar ma'lumotlarni qayta ishlash, saqlash va uzatish uchun mo'ljallangan. Hayotimizning har bir sohasida, ishdan tortib, ta'lim, tibbiyot va kommunikatsiyagacha kompyuter tizimlari muhim rol o'ynaydi. Ular murakkab hisoblarni soniyalarda bajaradi, ulkan ma'lumotlar bazasini saqlaydi va global aloqani ta'minlaydi. Kelajakda esa sun'iy intellekt, bulutli hisoblash va 5G texnologiyalari bu tizimlarni yanada aqlli va kuchli qiladi. Muallif ta'kidlaganidek, bu mavzuni o'rganish raqamli kelajakka qadamdir. Rahmat, keyingi slaydga o'tamiz. Kompyuter tizimining asosi nima uchun u muhim? Kompyuter tizimining asosi apparat va dasturiy ta'minotning uyg'unlashgan majmuasi. Bu majmua ma'lumotlarni qayta ishlash, saqlash va uzatish uchun yaratilgan. Bugungi kunda kompyuter tizimlari hayotimizning har bir jabhasida ish, ta'lim, sanoat, tibbiyot, moliya va ko'ngilochar sohalarida ajralmas. Ular murakkab hisob-kitoblarni tez bajaradi, ulkan ma'lumotlarni saqlaydi va butun dunyo bilan aloqa o'rnatadi. Markaziy protsessor, CPU, tizimning miyasi, barcha operatsiyalarni boshqaradi. Xotira, RAM, vaqtinchalik ma'lumotlarni tez saqlaydi. HDD, SSD esa doimiy saqlash uchun. Bu komponentlarning ahamiyati shundaki, ularsiz raqamli dunyo ishlamaydi. Keyingi slaydga. Kompyuter tizimining apparati qanday ishlaydi? Kompyuter apparati ko'rinadigan fizik komponentlar majmuasi. Har biri o'z vazifasini bajaradi va boshqalar bilan o'zaro aloqada. Anakart, motherboard, barcha qismlarni bog'lovchi asosiy plata. Tizimning skeleti. Markaziy protsessor, CPU, hisoblash markazi, dasturlarni bajaradi va tizimni muvofiqlashtiradi. Xotira va saqlash. RAM vaqtinchalik. HDD, SSD doimiy ma'lumotlar uchun. SSD tezroq ishlaydi. Kiritish-chiqarish qurilmalari, klaviatura, sichqoncha ma'lumot kiritadi, monitor va printer natijalarni ko'rsatadi. Bu komponentlar o'zaro uyg'un ishlaydi, ma'lumot aylanishini ta'minlaydi. Muallif ta'kidlaganidek, apparatsiz kompyuter foydasiz. Bu slayd apparatning ish prinsipini ochib beradi. Keyingiga o'tamiz. Dasturiy ta'minot. Kompyuterning ruhi. Agar apparat kompyuterning tanasi bo'lsa, dasturiy ta'minot uning ruhi. Eng yaxshi apparat dastursiz foydasiz. Operatsion tizim, ya'ni OS, apparat resurslarini boshqaruvchi asosiy dastur, foydalanuvchi va dasturlar o'rtasida vositachi. U protsessor vaqtini taqsimlaydi, xotirani boshqaradi, fayllar va qurilmalarni nazorat qiladi. Zamonaviy OSlar ko'p vazifalarni bir vaqtda bajaradi, turli foydalanuvchilarni qo'llab-quvvatlaydi va xavfsizlikni ta'minlaydi. Misollar: Windows, Microsoftning shaxsiy kompyuterlar uchun mashhuri. Linux, ochiq manba, serverlar uchun ideal. Keyingi slayd. Assalom. Operatsion tizimlar kompyuter texnologiyasi bilan rivojlandi. Dastlabki kompyuterlar OS siz ishlagan. Dasturlar apparat bilan bevosita aloqada. 1955-yilda GMNAA birinchi OS, Batch Processing bilan dasturlarni navbatda bajargan. 1960-70-yillarda multiprogramming va time sharing paydo bo'ldi. Ko'p dasturlarni bir vaqtda bajarish imkonini berdi. 1974-yilda Unix, ko'p foydalanuvchili tizim, zamonaviy OSlar poydevori. 1985-yilda Windows 1.0 grafik interfeys bilan shaxsiy kompyuterlarni inqilob qildi. 1991-yilda Linus Torvalds yaratgan ochiq manba va global hamjamiyat bilan rivojlandi. Muallif ta'kidlaganidek, bu tarix texnologiyaning tez o'zgarishini ko'rsatadi. Tarixni bilish bugunni tushunishga yordam beradi. Keyingiga.
Operatsion tizimlarining tuzilishi va vazifalari. Xush kelibsiz. Operatsion tizim murakkab, ko'p qatlamli. Markazida yadro, kernel, apparat va dastur o'rtasida vositachi. Resurslarni boshqaradi va muhim operatsiyalarni bajaradi. Fayl tizimi ma'lumotlarni tashkil qiladi, fayllarni yaratish, o'chirish va o'qishni boshqaradi. Jarayonlar boshqaruvi dasturlarni bajaradi va resurslarni taqsimlaydi. Har dastur alohida jarayon. Xotira boshqaruvi RAM-ni samarali ishlatadi, virtual xotirani ta'minlaydi va himoya qiladi. Bu vazifalar tizimni samarali va xavfsiz qiladi. Muallifning fikricha, tuzilishni tushunish OSni yaxshi boshqarishga yordam beradi. Bu slayd tizimning ichki mexanizmini ochadi. Keyingi slaydga o'tamiz. Kompyuter tarmoqlari, tasnifi va ahamiyati. Hurmatli tinglovchilar, kompyuter tarmoqlari ma'lumot almashish uchun ulangan qurilmalar tizimi. Zamonaviy dunyoda aloqa, biznes va ta'lim uchun ajralmas. Mahalliy tarmoq, LAN, bir bino ichidagi yuqori tezlikli ofis va uy tarmoqlari. Shahar tarmoqlari, MAN, shahar miqyosidagi bir nechta LANlarni birlashtiradi. Keng tarmoq, WAN, mamlakatlararo, internet eng kattasi. Internet, global tarmoq, TCP/IP asosida milliardlab qurilmalarni bog'laydi. Tarmoq xavfsizligi, firewall, shifrlash va autentifikatsiya bilan muhim. Muallif ta'kidlaganidek, tarmoqlar global aloqani ta'minlaydi. Bu tasnif tarmoqlarning ahamiyatini ko'rsatadi. Keyingiga Zamonaviy operatsion tizimlar misollari. Assalomu alaykum. Zamonaviy operatsion tizimlar misollari Windows, Microsoftning shaxsiy kompyuterlarining 70-75% ishlaydi. Windows 11 yangi dizayn, yaxshi xavfsizlik va ilovalar bilan. Linux, serverlar, superkompyuterlar va IoTda keng. Dunyodagi top 500 superkompyuterning 100% Linux ishlatadi. Ochiq manba tufayli xavfsiz va moslashuvchan. Bu misollar OSlarning turli sohalaridagi qo'llanilishini ko'rsatadi. Bu slayd zamonaviy OSlarning kuchini ochib beradi. Keyingi slayd kelajak haqida. Kompyuter tizimlari va tarmoqlar, kelajak yo'li. Texnologiya tez rivojlanmoqda. Kompyuter tizimlari aqlli bo'ladi. Bulutli hisoblash va virtualizatsiya ma'lumotlar serverlarda. AWS, Azure kabi platformalar keng. IoT va sun'iy intellekt, aqlli uylar, shaharlar, milliardlab qurilmalar ulangan. 5G va tarmoq texnologiyalari tezlik oshadi, edge computing markazdan uzoqda ishlashni beradi. Kvant hisoblash yangi imkoniyatlar ochadi. Xavfsizlik muammolari, ransomware, phishing, DDoS hujumlari murakkablashmoqda. Kompaniyalar investitsiya kiritmoqda. Muallif ta'kidlaganidek, bu tendensiyalar hayotimizni o'zgartiradi. Kelajak raqamli va aqlli. Keyingi xulosa. Xulosa. Kompyuter tizimlari hayotimizning asosiy qismi. Hurmatli do'stlar, xulosa qilib aytganda, kompyuter tizimlari zamonaviy jamiyatning asosi. Apparat, fizik komponentlar, dasturiy ta'minot, operatsion tizimlar va ilovalar, tarmoqlar, global aloqa, kelajak, yangi texnologiyalar. Bu elementlar birgalikda raqamli dunyoni yaratadi. Siz ham bu sohada bilim oshiring. Kompyuter tizimlari va tarmoqlarda mutaxassis bo'lish, kelajakka investitsiya, dasturlash, tarmoq administratsiyasi, kiber xavfsizlik yuqori talabda. Muallifning so'zlariga ko'ra, bugungi o'rganish ertangi kelajagingiz. Raqamli kelajakda faol bo'ling. Taqdimot tugadi, e'tiboringiz uchun rahmat.